Shahnozaxon, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Karimova Shahnoza, shunaqami? Ha, mama. Ha, xonimay, tuzimiz charchamayapsizmi? Rahmat. O'zingiz tuzumsiz? Ha, xudoga shukr. Medstarda ishlayapsizmi hali ham? Medstar klinikada. Yo'q, nechta Starmetdami? Medstarmi, Starmetmi bilmayman. O'g'lim beruvdi nomeringizni. Starmetda. Starmet, ha, uzr. Aha. Ha, bezda qilib qo'ymadimmi, Shahnoza? Yo'q, bemalol. Xormanglar, tuzimsizlar, uydagilar yaxshimi? Rahmat. Ha, baraka toping. Anaqa dodamlarni anaqa qildirmoqchi edik biz. Oshqozonlaridan operatsiyasini. Aha. O'shanga qo'rqyaptilar, anaqa anesteziolog kerak, yaxshi degan sizni tavsiya qilishdi-da bizga. Aha. O'shanga qo'rqyaptilar, o'shanga bir ma'lumot berib anaqa qilib qo'ysangiz, qanaqa bo'ladi u? Yuraklariga ta'sir qilmaydimi? O'shanga bir nima qilmoqchi edik, ma'lumot olmoqchi edik sizdan. Yo'q, uzr, men anesteziolog emasman. Agar xohlasangiz anesteziolog nomerini berishim mumkin. Siz nima qilasiz? Anesteziolog yordamchisiman. Yo'q, siz ham baribir shu yerda bo'lasiz-ku, to'g'rimi? Ha, nima qildirmoqchi edingiz? Keling, oldin doktor bilan gaplashing. U doktor bilan ham, bu doktor bilan ham ko'rishadi hammasini. Shunga qarab keyin aytishadi. Qarang, sizlarda anaqalar berar ekan deydim. Narkoz berishdan oldin mandalagili berar ekan, bermas ekanmi? Nima qiladimi? Narkoz berishdan oldin mandalagilo berishadimi bemorga? Nima u? Yo'q, uni bilmayman, uni kelib oldin gaplashing. U anesteziolog hammasini sizga tushuntirib beradilar. Yo'q, bo'ldi, bilaman. Prosta endi ularni bezovta qilgim kelmadi. O'zingizdan maslahat olib, o'shani anaqa qilmoqchi edim. Ha. Keyin qarang, Yo'q, narkoz berishdan oldin deyishyapti. Qora paketni boshlariga kiydirib, 3 marta orqa miyasiga uradi degan gaplar rostmikan? Shu gap hayron bo'ldim shunga. voy, nima deyapsiz? Yo'q, qora paket kiydiradi degan gap rostmi shunaqa? Ko'rmasin hech narsani deyishar ekan. O'zi. Qaysi o'g'lingiz berdi bu nomeri? Sanjar berdilar. Qaysi Sanjar? Taniysiz yaxshigina Sanjarni. O'tgan yili bir operatsiya bo'lib anaqa qilganda sizlar bilan yaxshi bo'lib qolgan ekan. O'shanda xolodilnikdan norinlarni olib, yeb anaqa qilgan ekansizlar-da, Shahnoza. Voy, kechirasiz, umuman boshqa chiqib qoldingiz siz menimcha. Bizda unaqa narsa qilinmaydi. Unaqa demang, Hasan yaxshi yuribdimi, Husan yaxshi yuribdimi, Zahro, Maryam, bolalaringiz? Ha, rahmat, kim bu? Hammasini taniyman, hammasini bilaman. Prosta menga shu narsaga ma'lumot bering. Narkoz berishdan oldin boshiga qora paket kiydirib, boshiga narsa bilan urishmaydimi? Yolg'onmi bu yoki men bilmayapman-da. Yolg'on bu narsa, yolg'on. Shunchalik men haqimda ma'lumot bilayotgansiz, bu hammasi yolg'on. O'shanga men hayron bo'ldim-da. Yo'qqa hayron bo'lmang, keling gaplashamiz. Azimjon akam tuzum bilan, Azimjon akam? Zo'rlar, rahmat, yaxshilar. Men tanidingizmi o'zi? Yo'q, tanimadim-da, shu faqat. Men Sappalagalo'man. Kim? Sappalagaloxon, Sappalagalo. Shu tanimayapman-da. Voy, tavba qildim, Shahnoza aytsam, voy, voy, sizmi dez opajon deb qolasiz-da. Nargiz opam tuzumilar? Ha, rahmat, yaxshi. Nargiz opamdan so'ravdim, qizingiz qayerdalar desam, hozir ishga ketgan dedi. Ishga ketib, ozgina janjal bo'lgan ekan ishda deyishdi. Shvabra bilan uribsiz ubortsalarni orqa miyasiga, eshitishim bo'yicha. Kim bu? Nomeringizni men shu tanimayapman, lekin yomon hazil qilyapsiz deb borib. Kim bu sizdan? Men hazil qilayotganim yo'q, Shahnoza opa. Bor gap aytyapman. Nimaga narkoz berayotgan odam boshiga qora paket kiydirib turib, tepasidan norini suvini to'kib olsalar boshidan. Sizlarda unaqa qo'rqganimiz yo'q lekin. Shahnoza opa. Ha? Bilib, sizmi? Anaqa Feruza sizmi? 5 ketdim mana, topdingiz. Men Feruzaman, ishingiz bo'lsa o'tgan yili chap sonini anaqa quturgan kuchuvchi ishlab olgan. Esladingizmi? Yo'q, eslamadim. Sergili yangi hayotda turasiz, a? Ha? To'g'ri. Men Matlubaman. Qaysi Matluba? Xo'jayinini orqa miyasiga banan po'chog'i bilan urib o'ldirib qo'ygan qiz bor. 6 yilga qamalib ketib, kecha chiqdim. Yo'q, bilmas ekan, odammi? Assalomu alaykum Shahnoza opa. Avvalambor bugun sizning tavallud oyingizni tabriklaymiz. Tug'ilgan kuningiz bilan, ummat bo'lgan kuningiz bilan opajon.
Rahmat kattakon. Kim bu tanimadim lekin. Bu Instagramdagi she'r pozitiv qiz bolalarning ovozini qiladigan onajoningiz oila a'zo nomidan bir hazil qilib tabriklab bering deyishgani uchun telefon qilyapman deyman. Voy rahmat. Voy nima ekan hayron bo'lib kim boshiga Umringiz uzoq bo'lsin, Shahnoz opa. rahmat kattakon. Ehtiyot bo'linglar, bo'lmasam qora paketga desanglar ikkita burnini teshib qo'yinglar, bosib turishsin, baraka topinglar. Yo'q, unaqa hech qilmaymiz, xavotir olmanglar. Bo'ldi, Shahnoz opa, hamma vrachlarga, hammaga omad. Sizni tug'ilgan kuningiz bilan tabriklaymiz. Nargiz opam Rahmat, esingizga. onajoningiz va oila a'zolari nomidan bo'ldi. Rahmat kattakon, tuzuk bo'linglar, yaxshilanglar. Xo'p, charchamang. Xo'p bo'ladi. Xo'p, xursand bo'ldim. Xo'p.